Allohga hamd aytishga yetirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sham tomoniga joylashdi. So'ng tomonidan Abu Bakr radhiyallohu anhu o'tirdi. Hatta yana bir muddat vaqt o'tgandan keyin Hasan yana qal'a eshigi taqirayapti. Ko'rishadigan joyga yetib qo'ysangiz bo'ladi. Qarasalar Usmon roziyallohu anhu ketdi. Usmon Abdullohdan izn so'rab, ruxsat berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usmonni ichkariga chaqiring. Ba'zi bir musibatlar evaziga. Tushunyapsizmi? Ba'zi bir musibatlar evaziga jannat muborak bo'lganini ayting Usmonga deyapti. Usmon Rasululloh chaqiryapti. Sizga ba'zi bir musibatlar evaziga jannat muborak bo'lganini aytdi deydi. Bu xabarni eshitgan Usmon roziyallohu anhu ham yig'lab azlar Allohga hamd aytdi. Kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turdi. Buni sizga oyog'ini tushirib azlar o'tirgan zot Usmon roziyallohu anhu ko'rib turib o'zini holatini o'ylab qo'yapti. Nima uchun? Kuyovlik uchun emas. Usmon roziyallohu anhu Zinnurayn laqabini olgan. Uning sahobi farishtalar hayo qilgan zotlar. Ana shuning hurmatidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzoq tutib olyapti. Ko'ryapsizmi? Usmon Zinnurayn nomini olgan zot. Bu odamlar bu joyga atar taklif bilan kelmadi. Mana sizlarni kechadan beri aytyapmiz, ziyoratimiz bor, ertaga ma'lumotga chiqinglar deb, ha? Lekin bu odamlarni bir kun yo ikki kun oldin Qubo masjidiga boramiz, Quboda ko'rishamiz degan taklif bo'lmadi. Rasulullohga bo'lgan muhabbat ular jamlashdi. Islomning so'zlarining davomida bo'lgan Rasululloh vafot topgandan keyin Islomni xalifasi bo'lgan Abu Bakr roziyallohu anhu 2 yil xalifa bo'lib boshqardi. Bu zotdan keyin Umar roziyallohu anhu 10 yil mobaynida boshqardi azizlar. Bu zotdan keyin Usmon roziyallohu anhu 9 yil xalifa bo'ldi. Bu zotdan keyin Ali roziyallohu anhu. Buning uchun bu joyda Aris qudug'i, yana bir nomi Uzayk qudug'i deb ham ataladi. Avvalda islomni yoyilishiga azizlar xizmat qilingan mahallari, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yozgan maktublarda bunga Foris yurtlariga, boshqa yurtlarga azizlar xabar qilib berilgan. Ana shu podshohlar bu maktubni sahihligi nima bilan belgilanadi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak ko'zlarini muhr sifatida bosgan ekan. Tushunyapsizmi? Endi nima uchun Uzayk qudug'i ham deyilyapti? Bu Uzayk azizlar